Xalq bilan doimiy va ochiq muloqot o'rnatish, muammolarni joyida o'rganib hal etish aholi farovonligini ta'minlashning eng samarali yo'lidir. Ayni shu maqsadda Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi Kichik Xirmontepa mahallasida Senatning Fan ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi a'zosi Gulnora Ma'rufova hamda shahar va tuman kengashi deputatlari Sevara Fayziyeva hamda Oybek Tuganbekov ishtirokida saylovchilar bilan yuzma-yuz uchrashuv bo'lib o'tdi. Deputatlarimiz fuqarolarni qabulini qilyapti. Fuqarolarning qabulida juda ko'p masala mahallani o'zida ham hal qilyapti. Mahalla hal etilmasa, demak bu yerda tuman kengashiga chiqiladi. Tuman kengashi deputatlari hal qiladi, hokimlik hal qiladi. Hozir qabul qilayotgan qonunlarimizning ichida albatta juda ko'p qonunlarimiz ijtimoiy himoyaga yo'naltirilgan qonunlarimiz hozir chiqyapti. O'rganishlar davomida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olinib, ularga zaruriy yordam ko'rsatildi. Bundan tashqari deputat tashabbusi bilan 800 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlagan Atlas Invest mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati bilan tanishilib, korxonada aholi bandligini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Ishchi guruh vakillari ko'tarilgan masalalarni hal etish, hududlarni obodonlashtirish ishlarini davom ettirish hamda aholi murojaatlariga yechim topish yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiya va topshiriqlar berdi.